Biroz to'xtang. Ko'p vaqtingizni olmayman. Hayot juda ham qisqa. Uni qanday yashashimiz esa o'zimizga bog'liq. Goh shodlik, goh g'am, lekin hech qachon nolamang. Shodlik albatta keladi. Axir sizning bu dunyoga kelganingizning o'zi bir mo'jiza-ku. Hech narsam yo'q. Nima uchun shukr qilay demang. Nafas olyapsizmi? Ko'zlaringiz Alloh bergan ne'matlarni ko'rayaptimi? Mana bugun esa siz mening so'zlarimni eshityapsiz. Eshitish ham Allohdan berilgan bir ne'mat. Bir soniyaga to'xtang. Chuqur nafas oling va shunchaki Allohim o'zingga shukr deb ayting. Axir quyosh nurini ko'rmayotganlar, farzandlar kulgusini eshitmayotganlar qancha? Hech narsaga erishmadim demang. Agar farzandlaringiz bo'lsa, demak Alloh sizga baxt ato etgan. Agar hali yo'q bo'lsa, bu ham Allohning rahmatidan. Nolimang, faqat ishoning. Allohim sizga eng yaxshisini berishga qodir. Shunchaki mehr bilan yashang, umid bilan yashang va har kuni shukr bilan uyg'oning. Menga obuna bo'lishni esa unutmang.